Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sarvarbek Nurmatov hamda Asaka Hayot kanali. Bugun Andijonda Go Andijon Farm kompaniyasi hamda Andijon viloyat hokimligi tomonidan yoshlarimizga uyushtirilayotgan bayram dasturiga keldik. Bizni chaqirishdi, biz shunga xursand bo'lib keldik. Hozirda kirib ketyapmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek bolalar, yoshlarimiz to'plangan. Qani ketdik, boshladik unda. 26 Menga ikkala qiz suv havoda taqib olasiz. Assalomu alaykum. Akangizlar yaxshi? Aziz do'stlar, bugun xizmatimizda DJ Rashidov hamda bojalar Rayhon va har xil yulduzlarimiz ishtirok etishadi dasturimizda. Qani boshladik, efirimizda ketdik. DJ'imizga bir guldiroz qarsaklar bo'lsin. Svet ko'tara olmay qoldi. O'zi menga kelganda ko'tara olmay qoladi shunaqa. Og'ir. Iloyim ko'z tegmasin, svetimiz o'chmasin deb duo qilib turinglar. Chiroyli qo'shiqlar sizlarga taqdim qilamiz. Yuragida o'ti borlar, marhamat, ketdik. Birolmaning yarmisi
Ben zo'r tamam bor. Rahmat Hamilaga e'tibor uchun. Kelinglar. Aka, aka rahbari akamiz, Mansur akamiz. Ozodbek oling. Voy mana Ozodbek, Ozodbek. Qalayapsizlar? Kecha rasm nima oldi? Rasm berasizmi? Nasib beraman, nasib beraman. Mana originali mana shu bo'ladi. Original bo'ldi. Originali shunda. Haligi asaka hayoti davri. Asaka hayot. Ular nimalar ketadi deb kelganman. Osmo vashi ekan-a? Ha, vashi. Seriallar ham keldi. O'zbekiston teleradiosi kanallari keldi mana. Bu yerda bayram qattiq shiddat bilan ketyapti bayramlarimiz. Biz shahriga oshamiz, hamda hokimiyatiga xabar qilamiz. Assalomu alaykum. Qachonsiz? Eshitadi. Siz bugunuzdamidingiz? Ha, bugunuz kanali rahbari xizmati muxbirsiz-a? Men kanalimga reklama qilib Davay, ketdi. Men reklama qilyapman, aytdim. Men kanalim nomi yangiliklar bizda iltimos. Yangiliklar reklama qilaman deb qo'ygan. 50 ming. Bitta reklama 50 mingdanmi? Ya buniki 50 ming, meniki 200 ming. Ya, yozyapti. Chiroyli qo'shiqlar sizlar uchun marhaba. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Go'zal va latofatli Shodiya xonimga barchamizdan o'qishlarni iltimos qilib qolamiz. Demak, azizlar, bugungi konsert dasturimiz sizlarga yoqyaptimi? Qani unda bu tomonda insonlarimiz gizamiz, konsert dasturimiz sizlarga yoqyaptimi? Qani o'qishlaringiz ostida? Demak, yana bir bora barchangizni xush kayfiyat tark etmasin deya, bugun sizlarning xizmatingizga DJ Rashidov bo'ladi va sizlarning ko'ngillaringizdan xushnud talash uchun bugun sizlarni doimiy kayfiyat ko'tarish xizmatingizda. Demak, navbatni DJ'imizga beramiz. Do'stlarimiz uchun musiqalarni yamaydi.
bo'lyaptimi? Demak, yurt o'g'lonlariga doimo minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Biz doimo yoshlar ularni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Demak, azizlar, barchangizni sahnamiz markaziga e'tiboringizni qaratishingizni iltimos qilib qolamiz. Chunki hozir bizning sahnamiz markazida olamshumul yangilik. Chunki afsungarlarimizni sahnamiz markaziga taklif etamiz. Ular sizlarga o'zlarining ko'z bog'lag'ich orqali chiqishlarini namoyish etadi. Demak, O'zbekistonning afsungarlarini olqishlaringiz ostida kutib olamiz. Marhamat. Kevin Larsen.
ko'zlari yonib ketsin. Bugun bir asal bo'layin, qo'g'irchoqqa aylanayin. Kim ko'rsa ko'rmasa mayli, o'zimga yoqsa bo'lganim. Avval meni sevdim, so'ng boshimni egdim, qo'ydim bekor ishontirib beyor. Avval meni sevdim, so'ngra meni sog'intirib, qo'ydim qalbimni sindirib, yo'qligingni bildirib. So'nggi dildagi endi kabi, so'nggi yurakda bahorim. Endi kim seni sevdi men kabi aytgan onlar ko'p yorim. So'nggi dildagi endi kabi, so'nggi yurakda bahorim. Endi kim seni sevdi men kabi aytgan onlar ko'p yorim. Avval meni sevdirib, so'ng boshimni egdirib, qo'ydim bekor ishontirib beyor. Avval meni sevdirib, so'ngra meni sog'intirib, qo'ydim qaddimni sindirib, yo'qligingni bildirib. So'nggi dildagi endi kabi, so'nggi yurakda bahorim. Endi kim seni sevdi men kabi aytgan onlar ko'p yorim. So'nggi dildagi endi kabi, so'nggi yurakda bahorim. Endi kim seni sevdi men kabi aytgan onlar ko'p yorim. Endi bo'lmasa mana janjasiga. Manyordan ko'nglim qolsa-ya, baqirib turursa-ya, bironta suygan bo'lmasa, xafa bo'laman noxushman. Manyordan ko'nglim qolsa-ya, baqirib turursa-ya, bironta suygan bo'lmasa, xafa bo'laman noxushman. Akasidanam, amaga yurguncha to'qasidanam, ko'ngli gullasa, chaqir-chaqirlab kulib yursa, unga sababchi ular bo'lsa, xizmatida ma'no hammasiga. Akasiga ham, ukasiga ham, amaga yurguncha to'qasiga ham. Akasiga ham, ukasiga ham, amaga yurguncha to'qasiga ham. Manyorni yo'ldan ursa-ya, aldab-aldab qayrab borsa-ya, yomon ko'rinsa ko'zimga-ya, alam olaman noxushman. jarayonlari boshlanib ketdi. Barchaga mana alangalik o'zlarining salomlarini aytyaptilar. Demak, mehmonlarni qarshi olishda davom etamiz. Endigi mehmonimiz
Albatta o'zlari chiqishlari bilan Farizaxon chiroyli ashulalarni aytib ketdilar. Ayni daqiqalarda ana shunday chiroyli fotosuratlar, tarix zarbalariga muhrlanayotgan ajoyib kunlar, qolaversa go'zal daqiqalarga barchamiz guvoh bo'lib turibmiz, ko'z tegmasin. O'lka borliq ichra bir mahal ko'riksizgina olam. Beri inson tinmayin, shu yer uchun ter to'kar hamon, yerda go'zal bo'lgani sayin, go'zal bo'lar o'zi ham inson. O'zbekistonimizga mana shunday bayramlar yarashadi. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yoshlar Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun bayram tadbirimiz yanada ko'tarik ruhda bo'lyapti. Sababi o'zbek estradalarining mega yulduzlari bugun Andijon tumani yoshlarini qo'llab-quvvatlash uchun tashrif qilgan. Qolaversa, eng kulminatsion nuqtasi hozirda o'zida Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Qo'shaqbosh tashrif buyurdilar. Hozir endi biz mana bu tomonga qaraymiz. Bugungi bayramimizning nishonlari otilmoqda. Asaka hayoti! Endi bizda bizni kuzatishda oddiy Andijon tumani yoshlari Asaka hayoti! Andijon! 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 Asaka! Asaka! Asaka!